Bismillahirrahmanirrahim. Qadrli mümin musulmonlar. Haj amal ibodatida bizga shunday tanish bo'lmagan so'zlar bor, lekin de alar bizning qulog'imizga xush kela. G'arafa, Muzdalifa, Mina jilliklarında tarviya vaqti hamda tashrik kunlari bo'lib turadi. Alarning ishinde bor ma'na. Bir yoqdan ko'nglimizni boyita turgan, shu vaqtda bu o'rinlarning maqsadlarini ko'rsata turgan. Mina degan jillik ul jamoat bizningcha aytgan vaqtda maydon deb ataladi. Maydon shu yerda qaysında kishilar yig'ilishalar. Hamda shuningdek agarda biz haj vaqtidan qarasak, kishilar turli dunyo tubaklaridan kelalar, hamda dunyoning yo'q bir ülkesi bir kontinentda qaysidan musulmonlar andan kelmaslar amal ibodatga. Boshqa jilliklardan, boshqa davlatlardan kelalar shunda. Hamda Mina jilligini o'zina qarata dunyoning azrak bir balakay o'lishini o'rilib qoladi. Anda bor turli tanda, turli tusda, turli millatda musulmonlar, turli alamlarda hamda falaklar ostida bo'lgan musulmonlar bor. Turli tillarda bor. Hamda alar bir maqsadi ertaga G'arafa jilligini shag'abız degan maqsad. Hamda alarning maqsadi anda ertaga tosh atirga boramiz. Bugun biz qurbonlarimizni sholamiz. Bugün biz falan ibadatni o'taymiz. Bugün bizni g'aytimiz degan maqsadlar bilan anda yig'ilishalar qadrli jamoat. Shulay Mina jilligi bilan beylangan tag'inda bir so'z bor. Tarviya kunlari. Ya'ni G'arafa kunini shiqqan shiqatlik tarviya kuni deb ataladi. Qachon musulmonlar G'arafa kunini kutalar. Tarviya degan kun narsa ol, qachon kishilar suv jiyalar. Suv jiyi kuni deb ataladi. Shuningdek hozirgi vaqtda da hojilar G'arafa jilliginde su bulsa da o'zi bilan su alıp paralar. Ne sebepten? Çünkü su bulmasqa mümkün. Yeki umuman su salsang, taharat olarga kerak bo'lsa, qarshında su bo'lib turadi. O o'zini qarata Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan qolgan bizga bir miras, sahabalardan qolgan bir miras bo'lib turadi hamda biz de ana hozirgi vaqtda qabatlaymiz. G'arafa degan so'zning ma'nosi qachon kishi o'zining gunohlarini Alloh taolo qarshında osha, o'zining ko'nglini Alloh taolo qarshında osha. O shu o'rin qaysi belirlengen Adam aleyhisselam bilen, İbrahim aleyhisselam bilen, bizning Peygamber biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen Muzdalifa jilligi. Muzdalifa Allah Teala'ga yaqinay o'rini. Hamda shu sebepten onun ismi de Muzdalifa, izdalafa yaqinayu. Bir yoqdan bir ma'na G'arafadan Mina jilliklarına borgan arasında bo'lib turadi. Ya'ni kishilar G'arafadan chiqqach Minaga yaqinayalar, izdalafa yaqinaydilar. Shuluq vaqtda Allohdan rahmatine yaqinaydilar G'arafadan so'ng. Hamda u shu o'rin bo'lib turadi, qaysida Adam alayhissalom ham Havva anamiz uchrashgandan so'ng shunda tunlarni o'tkazganlar. Qadrli jamoat mu'min musulmonlar, nihatlik mana shu so'zlarda o'zina bir tarixi bor, hamda o'zina qarata bir maqsadi bor. Hamda tashrik kunlari. G'aytdan so'ng bizning boshlagan kunlarimiz tashrik kuni. Aning bir ma'nosi quyosh ko'tarilu, sharq degan so'zdan chiqadi. Ikkinchi yoqda tashrik kuni u bizning qurbonimizga beyli bo'lib turadi. Ya'ni tashrik, ya'ni kisaklab itni shopqan zot tashrik deb ataladi. Hamda qizdiruv itni tashrik deb ataladi. Itni vaqlab ana kiptiruv u tashrik deb ataladi. Saudiya Arabiston jilliklari, shusha Mina jilliklari, Makka jilliklari alar bitta qizu o'rinlar. Anda it buzillarga ulgurmay, ul kiba shusha issilikda. Hamda albatta shusha vaqtda qachon qurbonlar shalina Alloh taolaga millionlagan hozirgi vaqtda alhamdulillah bor suvutqish o'rinlari qaysinda ani saqlab bo'ladi. Lekin de sahabalar vaqtida Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaqtida suvutqishlar bo'lmagan, alarni qizdirganlar, shurpalarni pishirganlar hamda kiptirganlar. Shundan tashriq degan so'zlar kelib chiqadi. Qadrli jamoat, mu'min musulmonlar, albatta shu ma'nolarni qachon bilasing, alarni hajda o'tayotgan vaqtda esga tushirsang inshaalloh taala bizning ko'ngillarimiz yangidan ixloslik bilan to'la inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.